Henry Kissinger Xitoyni maxfiy ziyorat qilib 3 oydan keyin, ya'ni 1971-yili 10-oyning 25-kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 26-navbatlik umumiy majlisida Xitoy davlatining Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi vakilligini Tayvandan kommunist Xitoylarga ilib berildi. Buning bilan kommunist Xitoylar Birlashgan Millatlar Tashkilotida Tayvanning o'rnini ilib, veto huquqiga ega 5 davlatning biriga aylandi va xalqaro siyosat maydonidagi muhim bir rolchi qatoriga tizildi. Henry Kissinger maxfiy ko'rishishda Xitoy bilan nimalarni kelishganligi ochiqlanmagan bo'lsa-mu, keyingi yillardagi Xitoyning ichki va tashqi siyosatlari buni oydinlashtirishga boshladi. Albatta bu yerda Henry Kissingerning orqa ko'rinishi bilan ozroq to'xtalib o'tishimiz kerak bo'ldi. Henry Kissinger 70 yildan ortiq Amerika siyosatining markazidan o'rin oldi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentlik vazifasida 50 yil ichida 10 dan ortiq kishi almashgan bo'lsa-mu, uning o'rni hech almashmadi. U faqatla tashqi ishlar ministri emas, balki butun Amerika prezidentlarining aql yetakchisi bo'ldi. Natsistlarning qirg'inchiligidan qochib, Amerikaga ko'chib kelganiga qaramay, vazifa ijro qilish jarayonida millionlagan begunoh jonlarning qatlamiga sabab bo'ldi. Dunyoning bo'lib musulmonlarning beshiga bulay musibatlarni elib keldi. Bangladeshda 3 million, Vyetnamda 2 million, Kambodjada 1 million, Laos va Sharq Timurda 400 ming, Falastinda 100 minglagan bolalarning va ayollarning va erlarning o'limiga sababchi bo'ldi. Hatto u 1987-yilgi Tiananmen qirg'inchiligida kommunistlarning qurol kuchi ishlatishini qo'lladi va Amerikani buning bilan Xitoyga qarshi besim ishlatmaslikni, aksicha savdo va diplomatik munosabatni saqlashni ta'kidladi. 2011-yili nashr qilingan Xitoy haqida degan kitobida Tiananmen voqeasini Xitoy hukumatining davlat muqimligini saqlash tirishchanligi deb ko'rsatdi. Bir qism davlatlar tomonidan urush jinoyati deb e'lon qilinishiga qaramay, Nobel tinchlik mukofotiga erishdi. Albatta bu qism filmimizda vatanimiz Sharq Turkistonga bog'lanish bilan qismdan to'xtalib o'tamiz. Henry Kissinger hayoti bo'yicha 100 qitimdan ortiq Xitoyni ziyorat qildi. Xitoylar uni Jungoning sodiq do'sti deb ataydi. U Harvard universitetida doktorlikda o'qiyotganda Yahudi lobbichilardan Rockefeller oilasi uni bayqaydi. Rockefeller oilasining dunyodagi eng chong boy Yahudi oilasi ekanligi sizlarga sir bo'lmasi kerak. Kissinger bu oilaning aqllar ombiri tashqi munosabatlar kengashiga qatnashadi va u yerda nurg'un tadqiqotlarga yetakchilik qiladi. Henry Kissinger ayni vaqtda David Rockefellerning inisi Nelson Rockefeller bilan tanishgan. Nelson Rockefeller 60-yillarda New York valisi, 70-yillarda Amerikaning muavin prezidenti bo'lgan. He did. Actually, I guess I was the first one who got to know him because he was a member of an organization called the Council on Foreign Relations in New York, and there was a study group at that time that he, as then a young instructor at Harvard, I was so impressed by him that I introduced him to my brother Nelson, who was then governor of New York and was then considering seeking the presidency of the United States. They became great friends, and actually Henry became Nelson's foreign policy advisor as long as he was in public life, and I think is one of the remarkable international statesmen in the world today. Even 30 years after he was Secretary of State, he is still asked by heads of state when he travels the world. O dünya iqtisodining jon tomirini qo'lda tutayotgan Yahudi lobbilarining orzusi bo'yicha Amerikani yetaklayotdi. Bu qatordan Amerika o'zining eng chong dushmani bo'lgan Xitoyni o'z qo'li bilan yuksaldi. Buning loyilguvchisi dal Henry Kissinger edi. 1971-yilda Kissinger prezident Nixonning davlat bexatarlik maslahatchisi edi. Bu sovuq munosabatlar urush yillari bo'lib, Amerika Sovet ittifoqi va Jungoni o'z ichiga olgan kommunistlar lagerlariga qarshi turadi. U Sovet ittifoqi bilan Xitoy munosabatining buzilishini fursat deb bildi. 1950-yilga qadar Xitoy Amerika bilan bo'lgan tashqi savdoning 5dan 1ni elib borgan bo'lsa-mu, 1971-yilgacha ikki davlatning o'rtasida hech qancha savdo qilinmagan. Munosabat yaxshilangandan keyin Xitoy dunyoning va Amerikaning eng chong import davlatiga aylandi. Prezident Nixondan keyin David Rockefellerning Xitoyni ziyorat qilishi ajablanarli emas edi. 1973-yilga kelib, ikkinchi qitim siyosat sahniga qaytib kelgan Deng Xiaoping 1974-yili Birlashgan Millatlar Tashkilotida qasam qilib, o'zining har vaqt ularga sodiq qolganligi to'g'risida va'da berdi.
中国现在不是，将来也不做超级大国。如果中国有朝一日变了颜色，变成一个超级大国，也在世界上称王称霸，到处欺负人家、侵略人家、剥削人家，那么世界人民就应当给中国戴上一顶社会帝国主义的帽子，就应当揭露它、反对它，并且同中国人民一道打倒它。1976-yili Mao Xitoyning o'limidan keyin Xitoyning rivojlanish tarixi boshlandi. Va bir yildan keyin Deng Xiaoping 3-chi qitim siyosat sahnasiga qaytib keldi. 1979-yili Xitoy Vyetnam urushidan keyin Kommunist partiya rahbarlari ichida Amerika va Yaponiya bilan hamkorlasha oladigan birdan-bir nomzod Deng Xiaoping harbiy kuch va ijroiya kuchini qo'lga kirgizdi. Oxirida u Mao Zedongning izidan mengayotgan Huaguofengni siyosatda yetim qoldirish orqali partiya ichida o'rnini mustahkamladi. Huaguofeng vazifasini iste'fo bergandan keyin u ishni sirtqi ichib etish siyosati bilan shaxsiy mulkchilik va erkin savdo bozorini echish siyosatlarini dag'dam yurgizdi. Davlat raislarining umrlik turish tuzumini bekor qilishni ilgari surdi. Planliq tug'utni tashabbus qildi. Majburiy ma'rifni ilgari surdi. Shuning bilan 1980-yillardan boshlab G'arbning korxonalari Xitoyga kirdi. Keyingi vaqtda Deng Xiaoping Xitoy vaziyatini mono so'zlar orqali ifodaladi. 开放发展经济，不得改善人生活。这个我任何一条路都是死的。 19-asrdan keyin insoniy huquq shartlari kuchaygan, ishchilar haq huquqiy qo'g'dilishga chaqirilayotgan G'arbga qaraganda, insoniy shartlar va ishchilar huquqiy qo'g'dalmaydigan, nupus soni ko'p va ocharchilikda qolgan Xitoyga mablag' silish sömürgüchi kuchlarga to'lim qulay keladi. Dunyoviy shirkatlar tuvan maliyatlar badaliga Xitoyda ishlab chiqarishga boshladi. Xitoylar yezi qishloqlardan shaharga ko'chishga boshladi. Arzon emgak kuch ochdi. Ma'rif sistemasi orqali texniklar tarbiyalanib chiqdi. Erkin iqtisodiy rayonlar qurildi. Shanxay kabi erkin iqtisodiy rayonlar Xitoyning iqtisodiy yetakchi rayoniga aylandi. Bu rayonlarda sömürgüchi kuchlar texnik ko'p foyda qozondi. 1997-yili Shangan Xitoyga qaytarildi va Xitoyning moliya aloqasining darvozasiga aylandi. 2001-yili Dünya Sud Tashkilotiga kirib, arzon emgak kuchi bilan biroqla dunyoning zavodiga aylandi. Nike, Apple, Adidas qatorliq gigant markalar Xitoyga ko'chdi. Mahsulotlardagi Made in China har yerga tardi. Bugungi kunda Xitoy Yaponiyani orqada qoldirib, dunyoning ikkinchi iqtisodiy kuchiga aylandi. 2009-yilda ishlab chiqarishda dunyoning lideri holiga keldi. 2030-yilga kelganda Amerikani orqada qoldirib, dunyoning birinchi iqtisodiy kuchiga aylanganligi faraz qilinmoqda. Wuhandagi ko'plagan fermalarni JP Morgan qatorliq Amerikani qurg'uvchi bovlari qurdi. Xitoydagi ko'plagan raqamli qurilishlarning asosi ularning qo'lida. Dunyodagi eng boy Yahudi jamoatlardan Rockefeller, Rothschild qatorliq Yahudi lobbilari va boshqa G'arbning xalqaro mablag' silish shirkatlari Xitoyning pay bozorida pay setish va obro' chiqarish qatorliq mablag' silish bankchiligi mulozimatlarida yetakchi bo'lib, Xitoydagi texnika shirkatlari va yeshil energiya turlariga mablag' solgan. JP Morgan Jungodagi obro' boshqarish va texnik shirkatlarga mablag' silish bilan yetakchi. Rothschildlar Jungoda ishchimlik va texnik sohasida, Rockefellerlar sağlamlık ve enerji qatorliq turlarda faaliyet qildi. Amerika'daki o dediğim devlet yapılanması. Çin'i zorla Doğu Türkistan'ı Çin'e verdiler. Yetmedi 1000 yıllık 948 yıllık Türk ülkesi İran alındı, Farslara verildi. Dünyanın gayri safi milli hasılası 100 trilyon dolar. Bunun 25,4 trilyon doları Amerika Birleşik Devletleri'nin, 24 trilyon doları Avrupa'nın. İkisi dünyanın yarısını aldılar mı? Yaklaşık %17'si de dünyanın Çin'in. Çin'in ekonomisinin %17 dedim ya, onun %14'ü de Londra'ya bağlıdır. Çin'i ayağa kaldıran, 5 kuruş parası olmayan bir ülkeyi 40 yıl içinde dünya devi haline getiren para
Nereden bulacaksın bu kadar parayı da her gün yeni bir fabrika kuracaksın? Hep insanlara hayal anlatıyorlar. Öyle bir şey yok. Çinli çalışkan falan değil. Kapitalizmning zo'rayishida va dunyoviy marketingning yuksalishida Xitoyning ta'minlagan arzon emgak kuchi va arzon tovarlarning buyuk hissasi bor. Kunsiri qo'rsiq to'ygan Xitoylar texmi arzon emgak kuchidan foydalanish uchun ishg'ol ostidagi Sharq Turkiston xalqining beshiga baloy musibatlarni elib keldi. Boyliqlarimizni talon-taroj qilg'ini yetmadi. Balki hamda mehnatkash xalqimizning qon tarini sömürgücü kuchlarning dunyoni arzon tovar bilan ta'minlashini kapolatga ega qilish uchun kechimi kunduz sömürmoqda. Xitoy dunyodagi eng chong ishlab chiqaruvchi bo'lish sifati bilan bu mahsulotlarni dunyoga elib chiqish uchun bir yo'l, bir balvoq planini o'tirib qo'ydi. Va buning bilan irqiy qirg'inchilikni necha oshirdi. Dunyo iqtisod munbiri qurg'uvchisi Klaus Schwab Xitoydagi ishonchsiz besimlar, kishilik huquq dafsanchiligi, irqiy qirg'inchilik millionlagan kameralar bilan kuzatilgan diktatorlik bo'lishiga qaramay, Xitoy dunyoga namuna deb e'lon qildi. Respect China's achievements, which are tremendous over the last over 40 years. I think it's a role model for many countries. 70 yildan buyon sömürgücü kuchlar Amerikani orqasida turib, Amerikani qurol qilib dunyo siyosatini shakllantirdi. Bugun hamma narsa raqamlashgan dunyoda dunyoni boshqarish uchun texnik ko'p kuchli davlatlarga ehtiyoj bor. Bunda ko'p qutbli dunyoda davlatlar o'z kuchlari bilan bir-birini taqo'nlashtirdi. Hech qanday davlat erkin harakat qila olmaydi. Shunday bo'lganda sömürgücü kuchlar davlatlarga bo'lgan ta'sirini va kontrolligini texim oshirdi. Shuningdek, ular Amerikani emas, balki Jungoga o'xshagan nurg'un davlatlarni qo'llaydi va qurmoqchi bo'lgan yangi tartibning bir qismi bo'lishini maqsad qildi. But to me the most important aspect was that it was an assertion by China of participating in the construction of an international order. I would like to thank you very much. I would like to thank you personally also for the 50-year-long mentorship and all the advice you have given me. Thank you, and we appreciate it very much. Please join me.